ko'rya. Elimizde bozorga Adım bir doğru rapımız var. Özbekistan'ın terminden sonra köp ziyad salam edin. Bizim kararda dedi. Ayırtan benlerde Kunturgar'da otel kararda alıp köp. Yaxşı otellerlik kılıyor. Maşallah mana terimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Hayat Media kanalini ko'ruvchi muxlislar. Mana bugungi videoda Afg'oniston Balx viloyati To'qay qishlog'ida juma kunlari qanday bozor bo'lib o'tadi, o'shani ko'rsatamiz va mol bozor, mol narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz. Inshaalloh videomiz yoqadi degan umiddamiz. Videomizga like, kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmanglar. Nima qilmoqchi? Telefonga kirmoqchimi? To'qta nima shu? 8350 verdi yani. 8350 afg'oniga sotilibdi mana shu. Mana shu bu ham qatag'on deydi buni ham. O'sha qazoqi qatag'on mana shu dumlari ham o'sha qaranglar, semiz qo'yilib. Undan mana bu ham urqochi ekan, qor bolasi bor ekan. Bu qancha ekan bu narxi? Narxi 35000, 36000. 36 ming afg'ona urg'ochi, mana qorindan bebiga bor ekan. Bolasi Bolasi bor. bor qarinda. Bolasi ham faqat 5 oylik bo'lgan. 5 oylik bo'lgan ekan qorindagisi. Urg'ochi. Yana ham bola topguncha sut beradi. Ha, bola tug'guncha sut ham beradi. Necha litr sut beradi masalan shu inada? Faqat 5 litr sut beradi. 5 litr, maşallah. Vatani Afg'oniston vatani yinaklardan sigir mana urqochi. Mana bu buqa qancha ekan? Buqani ham ko'raylikchi. Mana bu yerda buqa ham bor ekan bir dona. Buqa. Qarang, odam ustiga keladi. Maşallah. Buqamiz ham buqa. Bu buqa qancha deb aytding buqa? 55 ming. 55 ming afg'oni mana buqa. Buni urvaliga bo'lmaydi, ha? Ya. Urvaliga bor. Desharimlar. Zirati deyapman men o'xa. Tishi yorilgan debdi, qurbolikka bo'lar ekan 55 ming afg'oni. 55 ming afg'oni. Bu shu yilqimi ancha bir yashar, ha? Ha, 3 yashar ekan mana. Maşallah. Qaranglar, odamning ustiga keladi. Yomon ekan. Buqa yomon ekan, lekin mana ko'rganingizdek buqa. Mana buqa maşallah. Buni qaranglar. 150 kilo, 130 kilo chiqadi mana. 55 ming afg'oni Afg'onistonning puliga hisoblaganda mana qaranglar. Arzonmi, qimmatmi do'stlar, kommentariyaga yozinglar. Afg'onistonda arzonmi, qimmatmi? Kutib qolamiz inshaalloh, kommentariyalarga javob yozamiz. Mana 3 yashar tishi yorgan qurbolikka ham so'ysa bo'ladi ekan. Mana shunday buqalarni qurbolikda so'yamiz. Faqat 7 nafarga bo'ladi. 7 kishi bo'lib go'shtini qo'ylashamiz. Qurbonlikkacha boqamiz, yaxshi qaraymiz. Undan keyin qurbonlik qilamiz. Mana buni hozir 55 ming deydi. Keyinchalik qarasak, balki 70 minglarga ketishi mumkin. To'g'ri. Hozir qurbonlikka necha kun bordir qurbonlikka? Qurbonlikka faqat Necha oy? hayitdan keyin 2 oy 10 kundan keladi. Hayitdan beri ham faqat 20 kun o'tgan bo'lishi kerak. 20 kun o'tgan bo'lsa, faqat 80 kun qolgan bo'lishi mumkin. Ha, 80 kun qolishi mumkin mana qurbonlik bayramiga. Hozir arzon, lekin shuni arzon deyapmiz. Hali bundan ham qimmatga chiqadi. Bo'lishi mumkin. Hali qimmatga ham chiqadi. Mana bu yerda eshak ham bor ekan. Bizda kurra deydi buni, kichkina ekan mana. Bu ham sotgan ekan turgan mana buni. Mana bu nima ekan bu? Bu ham bo'jak. Bu ham buqa, ha? Buqa. Kichkina. buqa. Qancha yashar ekan bu? Bu faqat 1 yoshga to'lgan bo'lishi mumkin. Bu yomon shor ekanmi? Qochyapti odamdan, qara u. Odamdan qochadi. Mana qarang shorligini. Bu 1 yasharing, ha? 1 yoshga. Amin og'a, bu 22 ming afg'oni ekan. Hali 1 yashar, 22 ming afg'oni buqa, maşallah. Mana Afg'onistonda mol bozor, mol narxlari, narx-navolar. Ammo mol juda kam kelgan ekan. Mana qo'ylar ham bor. Bu yerda qo'ylar ham $100 dan $80, $60, $120 dan narx-navolar. Qo'ylar. Bizning
Afg'onistonda bo'lib o'tadigan bozorimiz. Mol bozor. 45 ming afg'oni mana tish yorgan. Mana bu ham qurbonlikka so'ysa bo'ladi mana. Buqa, mana bu ham buqa, Afg'oniston vataniy buqalari. Mana bu ham 50 ming afg'oni, Afg'oniston puliga 50 ming tish yorgan qurbonlikka mana bu ham bo'ladi. Mana buqalar. Maşallah bir-biridan semiz. Qurbonlikka so'yadiganlar keladi. Mana endiki haftadan oldindagi haftadan ham inshaalloh juda ko'p keladi. Hozir mol bozor bu hafta kelmabdi ko'p. Bozorga mol kelmabdi. Mana hozir shunaqasilar mol bozor, mol narx-navolar. Videomizga like bosib, kommentariy yozishni unutmanglar aziz do'stlar. Inshaalloh har hafta videolarimiz kelib turadi. Yangi videolar kelishi uchun kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Afg'onistonlik birodaringizni qo'llab-quvvatlashni inshaalloh har bozor yangi videolar qo'yib boramiz inshaalloh. Qo'ch kimga? Qo'ch necha olding? Qo'ch. Qancha olding? 12,5 mi? Maşallah bana. Qo'chqor 12,5 ming afg'on ekan. Qurbonliqqa so'ysa bo'ladi ya. Maşallah. 12,5 ming ekan Afg'onistonning puliga. Mana bu ham Afg'onistonning qatag'on qo'ylari. Qatag'on qo'yindami shular? Qatag'onda arabiy bu. Qatag'on bundan belendi oluyor. Ha, bundan belendi qatag'on qo'ylar, ha. Bular arabiy deyim buni. Yaramal. Bular qazaqi deylar ayni buni. Ko'p mana qozoqi bular. Narxlar qanchadan bo'ldi Kerim aka bular? Bular 10 ming, 9,5 ming, 9. Mana shu qancha mana shu? Mana shu 9 ming dilab o'tirsin, ha. Ha, 9 mingga so'rabdilar, mana sotilmabdi 9 ming afg'oniga. Mana bu qancha mana bu? Ulan shun bu saatini direkt. Mana bu semiz qatag'on qo'sh 9,5 ming shunami? Ha, 9,5. Mana bu ham 9,5 ming afg'oni ekan. Sotmabdi, shunga tilanib o'tiribdi mana Afg'onistonda qo'y narxlari. 9 ming afg'onda mana bular ham sotilibdi. Har bir donasi 9 ming afg'onidan. Afg'onistonning puliga 9 mingdan. Mana bu Kerim aka bular nachaga baland qo'ylar ham bor ekan. U qo'ylar ham shu $200, $250 mana shunaqa narxda bo'ladi. O maşallah buna qaranglar buni. Voy maşallah buna qara keldi mana. Hani gelin yo çap. Kaçtı bu. Ya deginmedi korktu. Nima için kelmedi? Boya odamning ustiga yugurdi endi hech kelmayapti. Qani kel. Mana bu ham Afg'oniston Balx viloyati To'qay qishlog'i juma kuni bo'lib o'tadigan mol bozori bo'ladi Afg'onistonda. Mana bu buqa qancha yashar bu revgaga? Hali 1 yoshga yetgan, mana 1 yoshga yetgan hali. Mana buqa, mana narxi ham 60 ming afg'oni ekan Afg'onistonning puliga. Bu revgaga bu qancha kilo kelar bu? Ha, kiloga. 140 kilo keladi ekan. Bizda Afg'onistonda taroziga solinmaydi. Taroziga solmay mana shunday ko'z o'lchaga ko'z bilan qarab mana shunday oladilar. Buqalarni nima bo'lsa echki qo'y. Mana shunday. Buqa zo'r buqa ekan lekin. Qurbonlikqa so'ysam bo'lar buni? Ha, qurbonlikka bo'lmaydi ekan. Tishi yorilmabdi, tish deydimi? Uni bilganlar biladi. Mana shunday Afg'oniston Balx viloyati To'qay qishlog'ida juma kuni bo'lib o'tadigan bozorimiz. Qo'chqor so'ygan hozir qassobog'idan so'raymiz. Go'sht narxlari qancha bo'lgan? 1 kilosi. Ökten beri olmama bıçak tut olur mu? Önce bir ölecek şey.
Mana shunday shishiradi. Buni havo beradi. Terisi oson olinishining uchun, terisi oson olinadi. Yashang Pir bobo, mashalloh. Pir boboni qaranglar, bor kuchi bilan qilyapti Pir bobomiz. To'ng go'sht necha bo'ldi to'ng go'shti? To'ng go'sht 260. 260 bo'lgan ha? Mashalloh. 1 kilosi 260. Toza to'g' ha, toza so'yding. Ha, toza to'g'. Toza so'yilgan go'sht. Mana qassob ukamiz ham mana. Mashalloh. Ha,